Toshkentdan Moskvaga ketayotgan avtobuslarimiz. Aka qayerdanman dedingiz? Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani. Sharoitlari qanaqa ekan avtobusni? Sharoitlari zo'r. Konditsioner ishlayaptimi aka? Hammasi muzday, Xudo xolasa. Akalar biz bilan bog'lanib, xudo xolasa shunaqa reysiy avtobuslarda kelib ketsanglar bo'ladi. Avtobus holatini ayollar ham bor, xolalar. Avtobusning ichki holati mana. Hamma shart-sharoitlarga ega zamonaviy reysiy avtobuslarimiz Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlariga, Sankt-Peterburgdan Moskva, Toshkent shaharlariga bizda reysiy avtobuslarda kelib ketsanglar bo'ladi. Bizda aziz yurtdoshlar, подозрительный лицо degan narsa bo'lmaydi. Samolyotda ko'pchilikda borgandan keyin qaytarib yuboryapti. Ya'ni подозрительный лицо deb turib, telefonlarini titib, ruschani bilmayotganlarda ko'pchilikda samolyotda borib, Domodedovo aeroport, Vnukovo, Sheremetyevo aeroportlardan ko'pchilikda qaytarib yuboryapti. Lekin biza avtobusda ketgan odamlarda hali qaytarib yuborgan odam bo'lmadi. Tanlovda adashmanglar, o'zimiz bilan Primo reyslar tavsiya qilamiz. Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga bizda qo'shimcha reyslar ham bor. Toshkentdan Perm, Ufa, Yekaterinburg, Chelyabinskka, Toshkentdan Krasnodar shaharlariga.